Assalomu alaykum do'stlar. Siz kutgan va kutmagan Sanemi Gaming. Mana bu qanaqa chiqdi? Do'stlar, bugun biza do'stimsiz, ya'ni ani qoravoysiz o'zimiz narsalar qurib tashlaymiz. Qarochi, bugun uncha oson bo'lmaydi. Chunki hamma joy to'g'rilab chiqishim kerak. Ani qoravoy buzib ketibdi. Serverga kirib. O'zi qanaqa qilib kirgan u qoravoy? Shuni bilmayapman-da. Qanaqa qilib kirsa bo'ladi? Bunaqa serverga. Chiqma. Barib chiqarmasalar. Уже 4 ta bolasi bo'libdi sigirlar. Malladdes sigirlar. Qaranglar-da. Qoravoy o'zi bir botda o'tgan safardagi pulpadan yeb qo'ygandi. O'zinglar ham ko'rgandinglar. Aytgancha do'stlar, tabriklaylar, 346 ta bo'ldim. 320 tadan oshdim. Oldingi videolarimda aytayotganim 320 ta bo'lay deb. Hozir 320 tadan oshib ketdim ancha. Do'stlar, 350 ta bo'lay. Vashshi ozgina qoldi, 4 tagina. Attiga 4 dona podpischik. Obuna bo'lib qo'yinglar shunday. Lekin sizlarga rahmat, aktiv zo'r qilib beryapsizlar. Juda mazza qilib tomosha qilyapman, o'zimning videoim bo'lsa ham. Chunki aktivim ko'p. Aktiv ko'p bo'lsa, video ham ko'p chiqadi-da. Bir kun agar bir kunda 100 marta, 200 marta videoim ko'rilsa-chi, katta videolarim bo'yicha hozir birinchi qismi bor edi-yu, eslaysizlarmi do'stlar? Xuddi o'sha turibdi. Zo'r aktiv bo'yicha. Eng tez ko'tarilgan aktiv bo'yicha PvP qilgan bo'lyapti-da. Do'stlar, aytgancha like va obunani ham bosib qo'ying. Ayniqsa menga like kerak. Like bo'lmasa kontentim ham yaxshi bo'lmaydi. Aytgancha men nimaga like so'rayapman? Aktivim ko'tarilishi uchun. Qo'rqmanglar. Buning uchun O'zbekiston pul to'lamayapti. Hamkorligini buzib tashlabdi. Oldin topsa bo'lardi pul. Hozir nimaga blogerlar kamayib ketyapti desam, sababi shunaqa ekanda. O'zbekistondagi odamlarga O'zbekiston YouTube bilan hamkorligini buzib tashlabdi. Shunga uncha pul bermayapti. To'g'rirog'i plan bermayapti o'zi. Do'stlar, men shunchaki so'rayapman. Shuncha narsam bor ekan. Men bular hisob qo'y, hozir kerak emas. To'g'rimi do'stlar? Men hozir do'stlar chelak kerak menga, chelak. Bitta chelak. Chunki men ferma qurmoqchiman hozir. Men bu yonda yana ferma bo'ladi. Hozir men bitta buzib tashlash kerak. Ana palakat bo'ldi. Bir palakat bo'lsa ishimga o'xshamaydi deyishadi-yu. Xuddi shunaqa bo'ldi. Palakat bo'ldi. Fermani katta qilmoqchiman men. Iloji boricha. Do'stlar, men videolar kesib olganim yaxshimi yoki kesmasdan olganim yaxshimi? Sizlarga qaysi biri yaxshi bo'lsa, men xuddi shunaqa qilib sizlar aytgandek qilib olaman. Chunki menga obunachilarim kerak. Obunachilarimni aytganini qilsam aktivim zo'r bo'ladi. To'g'rimi do'stlar? To'g'ri. Meni ketmonim qan? Yo'q, meni ketmon. Mana tomorqa deydimi? Qarochi o'sha. Do'stlar, ovozim bo'g'ilib qolganchadan beri shamollab qolganman desam noto'g'ri bo'ladi. Haqiqiy ovozim boshqacha-da hayotda. Juda boshqacha. Hozirgi ovozim bilan vashshi farq qiladi. Xo'sh, menga hozir chelakda suv kerak. Oldim. Endi
Mana mashdan kovlash kerak. Bunga bizga do'stlar makkilab qolyapman. Lapatka kerak. O'rtog'imni namcha Gulzumrod bor. O'rtog'im menga aytmagandi lekin. Qarab tursin kiradi-yu. Bir kun yana o'ynaymiz-ku. Xuddi o'shanda qanaqa buzumratlar oldingda so'rab bo'lmayapti bo'lsa, buni eplab bo'lmayapti. Va shu cheater bo'lib ketgan do'stlar. Bu meni qilayotgan kontentim sizga yoqyaptimi, yoqmayaptimi? Bu versiyada o'ynashimning sababi boshqa versiyada qo'shila olmaymiz. O'rtog'im telefoni uncha emasda zo'r, lekin normal ishlayveradi. Qotmaydi, umuman qotmaydi. Shu taraf yoqadi, o'rtog'im telefonda o'ynash. Bu lekin o'zimning telefonim. Meniki qotib turadi salpa. Mana mashdan suv boraman. Lekin lampa shunaqa narsalar. Keyin boyakani olaylikmi, lekin uncha prosmotr bo'lmadi. Men o'zim ham boyakani olgim kelmayapti. O'rtog'im boyakani olamizmi deb izvorda aytay. Boyakalik yaxshimidi? Yo'q. Boyaka yaxshi bo'lsa, boyakani olaveramiz. Mashina o'zida ham. Bo'ldim. Endi mantlarni qilib qo'yaman. Buzilmadimi? Do'stlar, ekin qotganimni kesib turaman, chunki men 15 minutdan ko'p video ololmayman. Kesish payti do'stlar, bug'doylarni ekib bo'ldim demoqchi edim. Ozginagina yetmay qoldi. Hozir qishloqlardan o'g'irlaymiz. Qo'limda ikkita qolib ketibdi. Ekib qo'yay. Kerak bo'ladi. Mana o'syapti hammasi rejadagidek. Qaranglar-da, mana bitta buzish kerak. Olamizda. Mana bitta qo'yib qo'yamiz. Mana. Keyin bu yerga Mishatga olamizda, qo'yib qo'yamiz. Endi qishloqlardan bug'doy o'g'irlashga. Mana bug'doyimda. Yo'q, bu sabzi. Bug'doy. Qishloqlar bug'doy ekmay qo'yishibdi-mi? Mana. Do'stlar, o'g'irlab ham bo'ldim. Uzr gapirmay qo'ydim. Kesib oldimmi deb o'ylabman. Ovqat yog'ishim kerak. Tamom, qo'ylarim turibdi. Mana menga qarayapti. Uxlab ertangi kunni nima qilamiz? Ertangi kunni kutdim. Endi ekinni ekamiz. Ya qaqa kelyapsiz, brata? Qaqa, bitta urib o'ldirib qo'yaman. Men nima dedim bu bratga? Bitta urib o'ldiraman desam ishonmaydi. Ishontirishga bitta uraman, o'lib qoladi. Xo'p, men 19 ta bor ekan, yetadi. Hamma joyga ekib chiqdim. Ko'paytiraymi o'g'illar? Ketdim ko'paytiraman.
kattaligini qaranglar fermamizni. Bug'doy fermasi deb baqirishadi. Voh, mana zo'r pisina qurib qo'ydim-da. Xo'p, 14 tasini ishlab turaman bir stakkaga. Menga yetadi. Yo. Namcha ko'p bo'lib ketdilaring? Bo'ldi yetadi. Bitta qo'y. Manda yo'q. Ye, qoldim. Ichkarida qamalib qoldi. Всё. 2 qavatli qilib qo'yay. Nima qildim hozir men? Do'stlar, hozir biza video xo'sh, 2 qavatli ham qilib oldim. Men bitini kesib tashlayman. Mana kesib tashladim. Men bitta ham xalaqit beradi, to'g'ri. Ana. Hop, mana. Zo'r bo'ldi. Tugadi endi. Shuncha mol qo'ylarim bor ekan. Fermadan xabar olaylikchi. Ferma o'syapti. Uyimga yana nima qo'shsam bo'ladi? Yangi uy qurayman. Zo'r ideya lekin. Yangi uy quraman. To'xtab turinglar-da. Bittamizni xona qo'ysa bo'lmaydi. Yetadi. Mana kerak emas. Temirli luk kerak emas. Endi menga yana nima kerak emas? Chelak kerak bo'lib qoladi. Shakar qamish ham kerak bo'lib qoladi. Men buloy kerak emas. Pat kerak emas. Men buloy ham kerak emas. Endi mana buni olamizda yopib qo'yamiz. Bo'ldi, всё. Normalniy uy qurib qo'yaydi yoniga. Bu yoqda yo'q, bu kichkinagina bunkercha bo'ladi. Bunkercha ham emas o'zi. Bunker emas. Kichkina omborxona. Hop. Mashta biz eng kerak emas narsalarimizni yoki eng kerakli narsalarimizni saqlashga qurib qo'yaman. Tepasini ham yopib qo'yaman. Qurib olay, ko'rsataman. Qurib bo'ldim do'stlar. Videomiz 1 daqiqadan keyin tugaydi. Mana ichini ko'rishingiz mumkin. Kichkinagina. Kerakli narsalarimizni hisob qo'yamiz, bo'ldi. Yoki kerak emaslarni. Men hozir uyga kiraman-da. Bu tillar qo'sh bir-birida turib tursin. Keyin o'tga kerakli bloklarimizni qilib qo'yaman. Endi kallamga keldi. Xo'sh. Men sandiqlar yasaman, u joyini kesishimga va bo'ldim do'stlar. Ichida faqatgina bloklar turadi, kerakli bloklar. Va shu bilan bizning videomiz tugadi do'stlar. Yopib qo'yish shu bilan tugataman.
Xayr, do'stlar, xayr.